Assalomu alaykum sizlarga. IELTS Academic Listening mock examining o'zingizga qanaqa qilib yaratib olishinglarni, AI tool'lar orqali qanaqa yaratib olishinglarni ko'rsatmoqchi edim. Hozir bu ko'rib turgan platformadan notebook edim, Google'niki. O'zinglar o'sha Google akkauntinglar bilan kirsanglar, limitlari bor-u, menimcha tekin bemalol anchagacha ishlatsa bo'ladi. Muammo yo'q. E, Bu o'zi tool qachon ishlatiladi? O'zi asosiy maqsadi nima buni? Misol uchun bu yoqqa mana sourcelarni qo'shib, manbalarni qo'shib turib kitoblar bo'ladimi, research paperlar bo'ladimi, blog postlar bo'ladimi, veb-saytlar bo'ladimi, o'shalarni qo'yib turib, o'sha ma'lumotlar ombori qilib tuzib olinadi. Keyin bu yoqqa o'sha audioda podkast ko'rinishida bir sizlarga tushuntirib beradi. Mana shu yerda manbalarda nima gapirilgan, shu podkast ko'rinishida gapirib yoki debate ko'rinishida gapirib sizlarga tushuntirib beradi audio formatda yoki video formatda qilsanglar ham bo'ladi, slayd qilsanglar bo'ladi. Qisqasi asosiy maqsadi shu, lekin biz buni aynan mana IELTS e, IELTS practice test mock examen qilish uchun ishlatmoqchimiz. Hozir birinchi qo'ygan sourcelarimni ko'rsatdik. O'sha birinchi qo'yganim IELTS Cambridge 19 o'sha mock examen practice testni qo'ydim. Internetdan qarasam shu birinchi listening testini 19 bor ekan. Faqat o'sha yerda bitta hozir listening testdan birinchisi turibdi va listening o'sha test 1ni 4 ta qismi turibdi. Audio fayllarni o'shalarni qo'ydim va mana bu link mana bu anaqa qidirdim. IELTS uh, IELTS listening format birinchi link. Shuni olib turib, hozir o'chiraylik bo'lmasam. Remove qanaqa qo'shish ko'rsataman. Qo'shdim mana. Bu qo'shildi. Demak, bizlarda bu qo'shganimiz sababi birinchidan o'sha notebooklar bilsin, o'zi listening anaqa formati qanaqa, listening test formati qanaqa, misol uchun ko'rinishda, audio formatda qanaqa gapiriladi, qat'iy gaplarni olib qochishi bor, unaqa sal gaplarni aylantirishi bor, shunaqa joylari ham bo'lishi kerak, shunaqa narsalar bo'lishini tushunish uchun o'sha anaqa bitta misolda keltirdim. Bitta mana misolda ko'rinishi PDF'da misolda ko'rinishi turibdi. Hozir ko'rsatdik. Mana o'sha savollar hammasi turibdi o'sha PDF. Va o'sha qanaqa formatda bo'lishi, o'sha ichida mana bitta nechta part bo'lishi, qanaqa question savoli bo'lishi, kontent nima haqida bo'lishi, shular hammasi yozilgan. Shu yerdan o'rgangin deb tashladim. Keyin va prompt yozdim. O'qib chiqsanglar bo'ladi. Telegramda ham tashlayman. Nima prompt yozganimni. Bu maqsadi mana shunaqa question mana yozib bergin deb aytdim, yozib berdi. Mana hammasini yozib beryapti. Questionlarni hammasini 4 ta qism va o'sha shu savollarga endi anaqa audio bo'lishi kerak. U audioga transkript yozib bergan dedim. Bitta o'zida shu transkriptni, mana yozib bergan transkriptni o'qib bergan deb audio qilsa bo'lmadi, ishlamadi, chunki nima deydi, bu platforma aynan audioni debate ko'rinishida bergan narsalarni debate ko'rinishida qilish uchun ishlatganda, ya'ni shu podkast ko'rinishida ishlatgan. Lekin shunchaki mana shuni yozgan tekstingizlarni audio ko'rinishiga, o'sha voice ko'rinishiga o'tkaza olmaydi. Shuning uchun boshqa AI tool ishlatib turib, text to speech o'sha modulni ishlatib turib, shuni qilsak bo'ladi. Mana shu yozgan transkriptini endi boshqa modul ishlatib turib, audio ko'rinishiga o'tkaza olsak bo'ladi. Test tayyor, ya'ni anaqa ko'rinishida, tekst ko'rinishida. Endi audio ko'rinishida yaratish uchun 11 Labs ishlatamiz. 11 Labs o'sha menda anaqa akkaunt bor edi. Kirdim. Tekin versiyasi bor. U tekin versiyasi anaqa bitta listening mock examen testini 3 ta qismini o'zingizlar yaratib olishinglar uchun yetadi. Uyog'iga yetmaydi. Bir oy davomida faqatgina bor yo'g'i 3 tagina part qismini o'sha qilishinglarga yetar ekanda. Kam u, shuning uchun anaqa pulli versiyasini ishlatsanglar bo'ladi.
pul versiyasi ham adashmasam 11 yevromi, 6 yevromi shunaqa bor edi-da. 6 yevrolik endi agar ko'p marta qilaman desanglar kamroq qilib qolishi mumkin. Shuning uchun 11 yevrolik bor adashmasam. Ko'rasizlar-da. Xo'p, Eleven Labs'ga kirib turib, login qilib, text to speechga kirdim. Text to speechdan keyin endi mana menda transkripti bor. Hozir bu hammasi instruktor gapi. Boshida san birinchi 15 sekund bo'ladi, unaqa gapiradi. O'sha instruktor gapi. Instruktor gapi bilan yozgin deb promptda yozgandim. Shuning uchun instruktor gapi bilan yozyapti. Endi mana bu yerda har xil buni qanaqa yopadi? Ha, mana buni ham tushuntirishim kerak. Text to speech o'tgandan keyin mana bu yerda 11 modulni tanlash uchun o'zi default ikkinchi versiyada turibdi-da. Lekin ikkinchi versiyada adashmasam unaqa bir nechta spikerni almashtirib gapirtirish imkoniyati yo'q-da. Faqatgina e, uchinchi versiyasida mumkin. Chunki mana bitta ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bitta odam gapiryapti, ikkinchi odam gapiryapti. Shunaqa almashtirib gapirtirish kerak-da. Shuning uchun uchinchi versiyasini ishlatolman va voice uchun mana bitta xohlaganinglarni tanlasanglar, misol uchun. Qidirdim-da, aynan British aksent kerak bo'lgani uchun British aksentni qidirdim va misol uchun любой instruktor uchun любойni tanlasanglar bo'lardi, lekin man shunchaki qiziqish uchun boshidagi audiolardan haqiqiy audiosidan birinchi bir 50 sekundini oldimda, keyin klon qilishni so'radim. Klon qilishni so'raganimdan keyin o'sha IELTS instruktor qanaqa gapirayotgan bo'lsa, o'sha audio o'sha instruktorni ovozini shunday klon qilib turib, qanaqa gapirgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib gapirtiradigan qilib o'zim yangi ovoz qo'shdim. Lekin sizlar unaqa qilishingiz shart emas. Xohlaganinglarni tanlab turib bosib yuborsanglar ham bo'ladi. Men просто shu o'zim yangi ovoz qo'shib qildim. Xo'p, endi IELTS instruktorini mana bu yerdan tanlab olganman. Mana IELTS instruktor turibdi. Mana hozir mana shu yozilgan gaplarni hammasini qo'yib oldim va unaqa modulni e, bu mana shuni shunday o'qib beradi modul. Audio mana shu tekstni audio ko'rinishga o'tkazib beradi. Undan tashqari modulga tushuntirish yaxshiroq narsa chiqara olish uchun mana bu yerda misol uchun pauza qilish kerak, to'g'rimi? Ozgincha pauza qilish kerak, chunki sразу part now turn to part one bo'lib ketmaydi-ku. Shunaqa joylari bor. Mana bu yerda ham misol uchun pause. Bu tagda, bu misol uchun part one pause deb o'qimaydi. Part one deydida, shunchaki modul o'zi ichida tushunadi, haligi pauza ushlash kerak deb, keyin keyingisiga o'tadi. Shunaqa narsasi borda. Shunaqa mana shu joyga ikkita qo'yib chiqdim, lekin misol uchun sizlar uni qo'shishinglar shart emas. Keyingi haqiqiy mana endi part one'dan birinchi boshlanyapti. Birinchi birdan 5-chi savolga javob bo'lar ekan. Demak, anaqani agent qiz bola bo'lsa kerak katta ehtimol bilan, chunki Jon o'g'il bola, shuning uchun qiz bolani genderdan female tanlasak bo'ladi. Xo'p, shuni ishlatamiz. Bosdim, IELTS instruktordan o'shanga o'tdi. Hop, endi bitta-bitta qo'yib chiqasizlar-da, mana shunaqa. Osonroq yo'li ham bor, endi dasturlab qilish kerak-da, uni hamma ham qila olmaydi. IELTS instruktordan endi o'g'il bolani ismiga o'tishimiz kerak. Instruktor emas bu, endi ikkinchi odam gapiryapti. Mana shuni ishlatamiz. Hop, mana bo'ldi. Jon yoqqacha. Mana bitta, mana misol uchun spelling bo'layotganini bildirish kerak-da. Misol uchun spelling out. Hop. Keyin shunaqa bitta-bitta qo'yib chiqasizlar endi erinmasdan.
qo'yib chiqaman, keyin davom ettiramiz. Ho'p, mana men qo'yib chiqdim. Man bitta e'tibor bergan bo'lsanglar, man tekshirib ko'rmadim hali. Shu 15 sekund pauza bor, ya'ni haqiqiy part 1 boshlanishi davomida 15 sekund pauza beriladi shu savollarni o'qib chiqish uchun. O'sha narsa haqiqatda ishlaydimi yo'qmi hozir ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz. Qolganlari to'g'ri deb o'ylayman. Mana bitta o'sha birinchi qismi tugadi. Endi 6dan 10 savolgacha yana keyingi qismi boshlanyapti, part 1. Yana Alice instruktor gapirib, o'sha 15 sekund yana pauza bor. Bunaqalarni qo'yib chiqdim. Bitta Alice instruktor o'zgartirish. This is the end of the part 1. Endi gapirish kerak emas. Alice instruktor gapirish kerak. Shuni to'g'riladim. O'sha xato ketib qolmasligi kerakda, ozgincha sal e'tiborli bo'lish kerak. Va mana bunda enhance bossanglar bo'ladi. Ichiga anaqa emotsiyalarni ham qo'shib beradida, mana shunaqa taglar qo'shib. Sizga ko'ramiz. 15 sekund pauzalarni o'zgartirgani yo'q. Long pause, short pause. Ha, unaqa emotsiyalar qo'shyapti. Spelling out turibdi. Surprise mana. Shunaqa narsalar qo'shib berdi. Endi ko'ramiz. Generatsiya qilib ko'raylik nima bo'larkan. Bu listening part 1 bo'ldi. 15 sekund ishlayapti menimcha. Yo'q, 15 sekund ishlamadi. 15 sekund bo'lmadi menimcha. Ozgincha o'shanaqasini to'g'irlash kerakda. Lekin ana Alsin surib qotib qolyapti negadir. Ikkinchisi yaxshi ekan shekilli. Ikkinchisi yaxshi ekan. Mayli, oxirigacha generatsiya qolsa, ozgincha kutish kerak. Yana bitta narsani ko'rsatmoqchi edim. Hop, mana bu hammasi turadi, historyda turadi mana shu yerda. Oldingi narsani ham anaqa ozgincha o'zgartirib har xil narsa qilib ko'rdim. Oldingi chatlarim ham turibdi. Bemalol oldingi anaqa generatsiya qilingan audiolarni download qilsanglar bo'ladi, qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Shu mana shunaqa qaytarib olsa bo'ladi, ya'ni o'zgartirib butun o'chirib yuborsanglar yoki anaqa oxirgisini download qilsanglar ham, download qilmoqchi bo'lsanglar ham audiosini. Eshitib chiqdim. Mana shu 15 sekund tagi o'zim qo'shganim uchun endi bunaqa narsani bilmas ekan. Shuning uchun 15 sekund ushlamayapti. Demak, ozgincha o'sha nima deydi, audio edit qilib qo'shib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bitta shu ortiqcha harakat shu. Lekin nima deydi, umumiy holatda yaxshi. Va yana bitta tekshirish kerak bo'lgan narsa haqiqatda o'sha bu yerda yozilgan audio transkriptlar haqiqatda boyagi berilgan audio eventdagi savollarga to'g'ri tushyaptimi? Hatto javoblari to'g'rimi? O'shalar hammasini bir o'tirib tekshirib chiqish kerak. Bunaqaga vaqtim yo'q. Bunaqalarni o'zinglar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Lekin muhimi aytmoqchi bo'lganim shunaqa narsa qilsa bo'lar ekan demoqchimanda. Endi keyingi qismga o'tish uchun part 2 mana shu part 2 boshlanyapti. Shunda ham bitta boshlab turib hammasini o'chirib tashlasa ham yoki bunaqa qilsa ham bo'ladi. Hozir o'sha o'chirib tashlasanglar bo'ladi bularni bemalol. Chunki historydan ko'rsa bo'ladi hammasini. O'chirib turib endi part 2 short short pause short pause qo'shib qo'ydik. Hop, and then after 15 seconds ishlayapti. Shuni extra long qo'shib qo'yamiz. Aynan bular extra long pause. Hop, endi xafa ovozini faqat menejer gapiryapti o'shanda, faqat bitta odam gapiryapti. Faqat bitta odam gapirayotgan bo'lsa ish oson. Mana o'chirib chiqdik. Qo'ydim. Endi mana bitta Selina uzatamiz. Mayli bo'lsa farqi yo'q. Endi audio instruktor.
extra long pause. Only record adjust after. Okay. Extra long pause. Shunchaki baribir audio edit qilishimiz kerak bo'ladida, shunchaki unaqa section bilan sectionni bemalol ko'ra olish uchun, pauza bo'layotganini ko'ra olish uchun, ajratib olish uchun bemalol o'sha ko'proq pauza bo'lsa osonroqda. Hop, bo'ldi. Manimcha enhance qilamiz. Bo'ldi, part 2 ham mana shunaqa taxminan. Keep generate speech. Hop, mana part 4ni ham mana hozirgina qilib oldim. Endi aytganimdek ba'zi o'sha audiolarda pauzalarni cho'zaytirish kerak ozgincha, chunki o'sha extra long pauza ham manimcha 5 sekunddan oshmayapti shekilli. Boya aytib o'tganimdek bizani o'sha nima deydi, o'zimiz yaratgan audiolarimizda 15 sekundli, 30 sekundli o'sha katta tanaffuslarni, pauzalarni o'sha haqiqiy o'sha 15-30 sekund qilib uzoq tanaffus qilmayaptida. Shunaqani haqiqiy mock examga o'xshatish uchun o'sha pauzalarni kattalashtirishimiz kerak. Uning uchun audioni edit qiladigan tool kerak. Windows uchun CapCut maslahat beraman. Hozir men Windows ishlatmayotganim uchun mana bu KDN Live'ni ishlatolman. Lekin UI CapCut bilan deyarli bir xil bo'lsa kerak. Mana bu Audacity'ni ishlatishdan foyda yo'q ekan. Juda bo'lmagur ekan. Hop. Birinchi hujjatda mana uchinchisini part 3 qilib ko'rsating. Part 3 bu originalini ochyapman. Birinchi originali va bu originali anaqa nima deydi? Original deganda o'sha Cambridge necha 19 qildimmi? O'sha Cambridge 19ni part 3, test 1 part 3ni qilyapman. Shunchaki 15 sekund deb yozgan anaqada, lekin men oralarida 15 sekunddan ko'proqda. Ko'proq. O'shani haqiqiysiga to'g'irlab harakat qilaman. Va yozib olingani part 3 mana shu bo'lishi kerak. Yozib olinganini o'zimiz tayyorlaganlarni A1ga qo'ydim. Mana bu yerda pauza hop 21 to 24 dedimi? Hop, mana endi buni o'chirib turib, buni eshitib ko'ramiz. Men 21, 24 dedi. Keyin solamiz birinchi. Aslida o'sha eslatib o'tganimdek Cambridgeniki. Tepada o'zimizaniki. Ctrl Z orqaga qaytaradi. Hop. Buni o'chiramiz. Yopga olamiz. Mana buni endi haqiqiy mana o'zini pauzasiga to'g'ri keldi. Endi o'chirtiramiz endi. Keyin katta pauza ko'raman, katta pauza bo'lishi kerak. Hop. Shunday yozamiz. Endi Cambridge'ni pauza qilib qo'ygan. Tekrar boshlanishini test qildik. Tegizamiz. Yalnız. Yapma sonra edit kısa verelim. Dikkatli etme kısa verelim. Dikkatli etme. Yandı mı? Ha, uzak olmadı. Bir daha bak koydu çekil. Bak geçelim.
adashib oldingi usullarga o'tilmagan ekanman, shuning uchun buni olib kirib buyoqqa qo'yib shu yerda boshlashim kerak ekan. Mana endi ro'yxatga qo'yib oxiridagi pauzani ham qancha beribdi? 30 seconds. 30 seconds berar ekan. 32 6 12 tegishli 3 sekund tashlashim kerak. Sekund taxminan kerak. Yaxshi. Daldingizmi o'chirmasam bo'lar. Ha, mana. Yaxshi. Endi o'sha render qilamiz. Qitga part 1ga audio only turibdi. Audio onlydan mp3 ni tanladim. Output faylga o'sha nomini yozib turib render qilgan bo'lim mana shu ko'rsatilgan joyga tushadi. Shu bo'ldi.